Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli aktyor Alisher Uzoqov og'ir ahvolda. Afsuski, nogironlar aravachasiga o'tirishga majbur bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Hatto nogironlar aravachasiga o'tirishimga to'g'ri keldi. Alisher Uzoqov xorij safardagi og'ir sinov, mukofotlanish orzusi va yagona armoni haqida. Aktyor va xonanda Alisher Uzoqov O'zbekiston telekanalining Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining mehmoni bo'lib, hayotida yuz bergan og'ir sinov, eng katta armoni hamda onasidan biror marta maqtov eshitmagani haqida so'zlab berdi. Hayotimda qattiq sinov bo'ldi. Alisher Uzoqov bir oy avval xorij sayohatida bo'lgan vaqtida salomatligi bilan bog'liq jiddiy muammoga duch kelgani haqida ma'lum qildi. Yaqinda hayotimda juda qattiq sinov bo'ldi. Bu haqida deyarli hech kim bilgani yo'q. Safarda, vatandan uzoqda edim. Sog'ligim bilan bog'liq muammoga duch keldim. Hatto nogironlar aravachasiga o'tirishimga to'g'ri kelib qoldi. Holatimni deyarli hech kimga aytmagan edim, lekin baribir sanoqli yaqinlarim qayerdandir eshitib xabar olishdi. Hamma san'atkorlarda ham bo'ladi, mukofot olish orzusi bo'lsa kerak. Aktyor ko'p yillik mehnatidan so'ng davlat mukofoti olishini kutganini tan oldi. Biroq sinovli kunida muxlislarning mehri va yordami uning uchun eng yaxshi mukofot ekanini anglab yetganini ta'kidladi. Shu paytgacha baribir san'at sohasining ichida yuribmiz. Ochig'ini tan olib aytaman. Menimcha, hamma san'atkorda ham mukofot olish orzusi bo'ladi. Shular qatori bu istak menda ham bor. Qilgan va qilayotgan mehnatiga munosib baho olish haqiqiy ijodkor uchun juda katta baho deb o'ylayman. Munosiblarni kelgusida xalqi uchun qiladigan ijodida, mehnatida, ishida e'tirof etish kerak deb o'ylayman. Aytmoqchi bo'lganim shu paytgacha men ham mukofotlanishimni juda qattiq kutgandim. Bir oy avval boshimga qattiq sinov kelganida shunaqangi bir vaziyat bo'ldi. Chet el safarda mazam qochib qolganida bir hamyurtimiz oldimga kelib, mendan hol ahvol so'radi. Samarqandlik yigit ekan, oilasi bilan yurgan ekan, so'ng oilasini kuzatib yuborib, faqat men bilan shug'ullandi. O'sha yerga yotib, balki asl mukofot shuligi haqida o'yladim. Chunki bu yigit men suratga tushgan filmlarni ko'rib katta bo'lgani, yaxshi ko'rib ijodimni kuzatgani haqida juda ko'p gapirdi. Mana shunaqa holatlarni, shu kabi menga nisbatan aytilgan gaplarni avvallari to'g'ri qabul qilmasdim. Hozir maksimal darajada to'g'ri qabul qilishga harakat qilaman. Chunki u inson tomonidan turib o'ylab ko'ryapman. Deylik, men har xil holatda bo'lishim mumkin. Kimdir kelib, rasmga tushaylik deydi yoki ikki og'iz gaplashgisi keladi. U insonlar ham sizni yaxshi ko'rganidan oldingizga keladi. Samarqandlik hamyurtimiz ham meni hurmat qilishini aytdi. O'shanda o'zimga o'zim, Alisher, shuncha yil kutgan narsang balki aslida shudir, balki shu eng muhimidir dedim. Chunki u inson qiyinchilik vaqtimda juda katta yordam berdi va u holatdan chiqib ketishimga sababchi bo'ldi. Muxlislar e'tirofi ham kerak ekan deydi aktyor va rejissyor Alisher Uzoqov. Onam meni hech qachon maqtamagan. Maqtovlarni yomon ko'raman. Meni maqtashgani yaxshi, hattoki sovg'a olishni ham yoqtirmayman, chunki maqtov insonni faqat buzadi. Maqtovlarga ishonib, o'zligimni yo'qotib qo'ymasligim kerak. Tanqidni kim aytganiga qarab qabul qilaman. Bildiriladigan tanqidlar asosli bo'lsa qabul qilaman, chunki mana shu sohada o'zim ko'pmi anchadan beri ijod qilyapmiz. Kimning fikri o'rinli-yu, kimniki tanqidli, o'rinli emas, ajrata olamiz. Lekin hozir hammaning qo'lida mikrofon, hamma fikr bildirish imkoniyatiga ega zamon bo'lib qoldi. Hamma jurnalistlar ham suhbat, podkastlar qiladi. Buning uchun ularda kamera, mikrofonlar bor. Ming afsuski, hamma fikr bildirish huquqiga ega bo'lib qolgan. Avvallari bir sohaning egasi o'z yo'nalishidagi bilimlarini noldan o'rgangan. Deylik,
oddiy insonlar maqolalar yozmagan, fikrlarini bildirmagan, ammo hozir ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirish imkoniyati hammada bor. Bu holatni to'xtatib bo'lmaydi, biroq unga qarshi kurashish mumkin, deydi aktyor. Bu hayotdagi yagona armonim. Otasizlik tufayli juda tez ulg'aydim. Otam vafot etganida 20 yoshlar bo'lganman. O'sha paytda safarda bo'lganim uchun ularni so'nggi manzilga kuzata olmaganman. U paytlar hali texnika bugungidek rivojlanmagan edi. Qo'ng'iroq orqali tez bog'lanishning ham imkoni yo'q edi. Shuning uchun bu xabarni menga tezlikda yetkazishlari mushkul bo'lgan. O'zim uydagilarga aloqaga chiqqanimda bu haqida xabar topganman, ammo vaqtida yetib kela olmaganman. Hayotdagi bitta armonim shu, boshqa armonim yo'q, deydi aktyor. Adabiyotni yaxshi ko'rib qolganman. Taxminan 5 yildan beri adabiyotni yaxshi ko'rib qolganman. Ayniqsa tarixiy adabiyotlarimiz, Rumiyni yaxshi ko'raman. G'azallarni ko'p o'qiyman. Hammasini to'liq tushunmasam ham har holda tushunishga harakat qilaman. Bir kitobni 4 marta o'qigan bo'lsam ham, 5-marta o'qisam ham yana boshqatdan tushunishim kerak bo'ladi. Shunaqangi g'azallar borki, ularni tushunish juda qiyin. Ularni tushunish uchun 5-6 tomli eski o'zbek tilining izohli lug'ati kitobi bor. Shu kitobni qayta o'qib chiqaman. Undagi quloqqa chalinadigan chiroyli so'zlarning har birini qo'lyozma sifatida o'zim uchun yozib chiqqanman. Undan tashqari fors tilining lug'atini ham xuddi shunday qilganman, deydi aktyor bergan intervyusida.